Men musaffo, meni 12 yoshimdaman. Men bu yerga yaqinda kelganman, bir 2 oy ichi bo'ldi. Bu joy menga juda ham yoqdi. Men uni internetdan topib olganman. Oyimga ko'rsatdim. Oyim qarab ko'r, yoqsa olib boraman deganlar. Undan keyin borganman, qaraganman. Ustozlar yoqdi, kompyuterlar, hammasi zo'r joyida. Undan keyin oyim mashqqa boraman deganman. Borganman, mana kelyapman o'sha 2 oydan beri. O'zim lichniy saytim bor. Menga joy bu juda ham yoqdi. Yana katta plusi bor, uyim yonida. Xohlagan paytimda kelib uy vazifamni ham qilardim. Endi kompyuter olingandan keyin uyda qolaman, lekin burada xohlagan paytimda kelib qilardim uni. Ustozlar hammasini tushuntiradi. Tushunmadim desangiz, boshqadan tushuntirib beradi. Yana tushunmadim desangiz, jahli chiqib, hech narsa qilmaydi. Yana tushuntiradi, tushunmaganingizgacha. Odamlar ham juda privetlivoy o'tirmaydi. Salom alaykum, hammasi yaxshi joyida. HTML, JS, CSS, HTML, CSS saytimizni JS bilan искусственный интеллект bilan darabotot qilib, keyin uni butun anaqaga chiqaramiz, platformaga chiqaramiz. Nima o'ylaysan, mashq o'qishni davom ettirsang kelajakda kim bo'ladi? Kelajakda eng kamida ITshnik bora olaman. Agar yaxshilab o'qib, hammasini tushunib, esingizda qolsa, eng zo'r ITshnik bo'la olasiz. Например, boshqa davlatga borib saytlar qila olasiz yoki O'zbekistonda o'tirib turib boshqa kompaniyalarga, qimmat kompaniyalarga hammasiga bemalol saytlarni yarata bera olasiz. Endi qo'rqayotgan bolalar birinchidan qo'rqish kerak emas. Nima edi? Srazu borib qarab ko'rish kerak. Yoqdimi, yoqmadimi, bir qarab ko'rish kerak. Kompyuterlarni qarab, nima edi? O'rganib, qiyin bo'lib, podgotovka bilan borish shart emas. Srazu borasan, nol, menga o'xshagan ozgina praktik bilan tez yozishni, faqat tez yozishni bilardim men. O'shanda kelganman, hammasini o'rganganman. Endi bemalol saytlarni ham yaratib olaman. Qo'rish kerak emas. Borasan, ustozga tushunmadim degan narsani tushuntiradi ustoz. Kerak bo'lsa, kelib ham so'raysan, agar yaqin yashasang. Qo'rish kerak, umuman anaqasi yo'q, chunki bu yerda ustozlar hammasi yaxshi, qattiq bo'lmas, baqirishmaydi, navrot kulishadi, prikalovatsiya qilishadi, tushuntirmasang tushunishadi, anaqa tushuntirishadi, tushunmasang, hammasi yaxshi joyida.